Ha 100 dan. Selamünaleyküm. Vermedi. Mana oling. Bu arzon kiyim-kechaklarni obzor etib o'tamiz. Manzil 9 etajdan gelish bo'ladi. Ban taraf pavilyon bozori o'tib ketish bo'ladi. Videoni boshidan birdan like bosib bosib qo'yamiz. Kanalimiz rivoji uchun mos videomizni boshladik. Assalomu alaykum Feruza aka. Alaykum, yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Yangiliklarni ko'p berasiz. Shu ko'ylaklarda mana sveti bor 30 ming so'mdan. Mana shu ko'ylaklar 30 ming so'mmi? 30 ming so'mdan qo'yib beraman. Razmerlari necha bo'ladi? Razmerlar mendan ozgina yirigacha bo'ladi. Mana svetlari bor. Qizil, qora, pushti qanaqa rang desa mana tagi to'la. Shu yerga kelsin, saylab olsin 30 ming so'm. 30 ming so'mmi? 30 mingdan. 5 minglik yubkalarimiz. Yubkalar 5 ming so'mga tushdi. Ha, ko'ylak ishton pora bilan 40 ming so'mdan qo'yib beraman obunachilarga mana. Mana. Bu ko'ylagi ishtoni 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan bemalol olib kelsangiz bo'ladi. Shu yerda mana shuncha odamga aytyapmiz, bu yerlar 100 lik. Bu futbolkalarimiz 20 lik. Mana qorasi, siyoh rangi, oqi, 4 xil sveti bor. Yengi uzun, yengi kalta 20 mingdan siz obunachilarga. Yengi uzun futbolkalarimiz har doimgidek 30 ming so'm. Mana unisini 25 mingga tushirib beraman. 25 3 xil sveti bor. 25 ming so'mdan qo'yib beraman. Mana shu yerga kelib oladi 25 ming. Mana unisi bor 30 ming so'm. Razmerlari bor. Razmer standart. Razmeri standart aka. Bu yonda yubkalarimiz bor 60 ming so'm. Bu yubkalarimiz fabrikli yubkalar 60 mingdan. Standart mi? Ha, svetlari dim bor. Svetlari bor. Svetlari bor 60 ming so'mdan. Qanaqasidan desa kelaveradi. Bu koftalarda 60 sot yetdik, 55 mingdan qo'yib beraman. 55 ming so'mmi? 55 ming so'mdan qo'yib beraman. 3 xili bor mana. Video like bosib obuna bo'lganlar 55 ming so'm atib qo'yib beraman, ha. Keyin qarang. Zo'r yangilik qilib beraman yana sizga. Shu yubkalarni 25 mingdan qo'yib beraman. Razmerlarni 30 mingdan kam sotib qo'yaman. Razmeri ana. Shu qizimiz ana ilib olibdi, ko'ring. Ana. O'zini betnomini pastini oling, yubkangizni ko'rsating, o'ting bu yoqqa. Ana. Oling, 25 mingdan qo'yib beraman. Shu yerga keladi 25 ming so'mdan mana. Yubkalar saylab oladi. 25 mingdan shular qo'yib beraman. Har xil svetlardan bor, svetlar bor. Koftalarimiz bor, bularimiz 50 ming so'mdan. Qanaqasini kiyaman desa 50 ming so'mdan. Bu yondagi yine ko'ylaklarimiz, zo'lishga ko'ylaklarimiz. Qanaqasini topsin 50 ming so'mini. Video qilib oling. 50 ming. Shunda ko'rib turgan go'raklar 50 ming so'mmi? Qarang, mana ko'ylaklarimizni 60 ming yetib olamiz. 60 ming so'm. Qatori bilan 60 ming, fasoni shunday. Siz obunachilaringizga bu ham kostyum, ham ko'ylakni ham 60 qilib beraman. Mana shu do'y 60 ming so'm. Ha, bu har xil svetlardan bor. Razmerlar standart. Razmer standart mana. Ichili hamcha. Usti kostyum. Bu ikkosi 60 mingdan kelib olishaveradi ikkinchi kunda. Bular 130 mingdan. Mana. Xolasin kofta yubka, xolasin shimi desin. Bu kofta yubkasi. Bu shimli variant 130 ming so'mdan. Bu yoqqa har doimgidek 100 mingdan. Tugatishga 100 mingdan. Mana ularning 50 ming so'm. Bular 50 ming so'm, bu taraf 100 ming so'mmi? Bular ham 100, ular ham 100. Shu o'rtada 50 ming so'm. Bu 130 ming. Videolarimiz shulardan iborat edi. Video like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz har doimgidek. Hammaga rahmat.